Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Mega Lighting Distributionni ilk showroomini ko'rib chiqamiz. Hamma narsa shu yerdan boshlangan. Bu showroomimizda nimalar bor? Hamma narsani sizlar bilan tanishtirib boraman. Uyingizga kerak bo'ladigan mayda-chudadan tortib lustra va texnik svetgacha topsangiz bo'ladi. Biz undan tashqari bu showroomimizda ko'cha uchun stalbalarimiz ham bor. Ularni ham ko'rsatamiz sizlarga. Bu showroomimizda sizlar uyingizga kerak bo'lgan hamma mahsulotni 100% topib olasizlar. Galagellar, lustralar, podvesnoy bralar. Undan tashqari bizni Akfa'ni ofitsialniy dillerimiz. Biz birinchi ish boshlaganimizda Akfa Lightingdan boshlaganmiz. Ancha yillardan beri Jomidagi dillerimiz. Bizning do'konimizda Optimga ham, Donaga ham Akfa panellarni, shift yoritgichlari, xohlasangiz внутренний yoki tashqi mahsulotlarni topsangiz bo'ladi. Undan tashqari bizda Optimga rozet включателlar, Vesta rozet включателlarni ham tarqatamiz. Bizning showroomimizda 10 xil rozet включателlarni modeli bor. Undan tashqari biralarning assortimenti kengligiga qaranglar. Taxminan 400-500 ga yaqin aniq ayta olaman. Shunaqa assortimentimiz ham bor. Lustralarimizni bu yerda neoklassik stiliga oid lustralarimiz hammasi va yangi yo'nalishdagi lustralarimiz ham juda ko'p. Bu yerda ko'proq podvesnoy lustralar masalada ofis uchun eng katta yutuqlarimizdan bittasi shu. Ichkarida ustibonlarimiz bu narsani o'zligi qo'lligi bilan yasashadi, mehnat qilishadi. Undan tashqari именно shu showroomimizda sizni eski lustralaringizni yoki galagenlaringiz kuyib qolgan bo'lsa, undan tashqari bralar, nimalarningiz kuyib qolgan bo'lsa, svetga taalluqli mahsulotlaringiz kuygan bo'lsa, именно shu showroomimizda siz ularni tuzata olasiz. Adres Parkent ko'chasi 203. Mega Lighting Distribution deb yozsangiz Yandexga chiqib keladi. Sizlar bilan yana boshqa mahsulotlarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bizning showroomimizda nafaqat interyer uchun, balki eksteriyer uchun mahsulotlar ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Fasadga bular tarshir deyiladi. Tarshirlarimiz ham bor. High-tech, klassik yo'nalishdagi tarshirlarimiz bor. Undan tashqari hozir zamonaviy bular solnechniy panellar orqali ishlaydi. Bemalol quyoshda zaryadga olib ishlatsangiz bo'ladi. Undan tashqari devor uchun bizda bralarimiz bor. Fasadingizga qo'ysangiz bo'ladi. Eng trendy mahsulotlarimiz bor. Biza yana bitta trendy mahsulotimizni ko'rsatamiz. O'zbekistonga aniq ayta olaman, birinchi bo'lib Mega Lighting Distributionga bu mahsulot kelgan, undan keyin boshqalar tarqalgan. Chunki biza nima desa bo'ladi, yangi mahsulotlarni oldindan ko'ra bilamiz-da. Mana shu mahsulotimizni Jiday deymiz biz. Shuni hech kim 2 metrligini olib kelmagan O'zbekistonga. Birinchi bo'lib biz olib kelganmiz. Bizda bo'lgan yangilik. Undan keyin kopiyalari chiqib ketdi. Baribir kopiya bilasizlar. Biz bunga даже blok pitanlarni IP65 qildirdik. Ichidagi lentalarni IP65 qildirganmiz. Har bitta narsasiga yaxshilab qaraganmiz. Shunga o'xshagan boshqa modelni ko'rdim, tanishim qo'ygan ekan. Chetlar sarg'ayib ketdi. Bizlarni quyoshda tursa ham sarg'aymaydi. Ko'pchilik savol beradi. Bozor bilan bizani tenglashtirishadi. Nimaga bozorda xuddi shu model mana sizlarda qimmatroq deb ko'pchilik so'raydi. Sababi shunda. Sifatli mahsulot har doim qimmat bo'ladi. Yo arzonni tanlang yoki-da qimmatini sifatli mahsulot tanlang. Misol uchun siz mana shu narsani, xuddi shu narsani bozordan 5 dollarga olasiz, deylik, bizdan 12 dollarga olasiz, qimmat. To'g'rimi? Siz uchun qimmat bo'lishi mumkin. Lekin mana shu 5 dollarlik narsa bir yilda siz 2 marta alishtiradigan bo'lsangiz, nechga tushadi? Sizga 15 dollarga tushadi. Biz bu mahsulotimizga 1 yildan 5 yilgacha garantiya beramiz. Telefon qilasiz, muammo bo'ladigan bo'lsa, bizning ustibonlarimiz boradi, ko'radi, to'g'rilab beradi. Agar shunda ham bo'lmasa, sizga yangisini beramiz. O'ylang, siz 1 yilda 2 marta yoki 3 marta 5 dollardan olasiz, 15 dollar bo'ladi, lekin bizdan 12 dollarga olasiz, 5 yil xizmat sizni qiladi eng kamida. Odamlar arzon narsaga uchadi, lekin arzon narsani sifatlisi hech qachon bo'lmaydi. Buni ichida driverlari boshqa, drossellari boshqa, охлаждение sistemalari boshqa, ishlatilgan materiallari boshqa. Oddiy grammajga qo'yadigan bo'lsangiz, grammajda ham ancha farq qiladi. Undan tashqari, Nuraka Hayitboyev, gap sayishchi rahbarlardan biri,
yaqin akamiz ular ham именно shu mahsulotga ular asos solishgan. Cinnamon Plintus hozir moda bo'lgan parashi patolog yonadiganli qilib xuddi shunaqa mahsulotlarimiz hamma narsasi наличиеda bor. Biz Optimga ham, Donaga ham ishlaymiz. Hammani hamkorlikni kutib qolamiz. Nima qanaqadir yengillik kerak bo'ladigan bo'lsa, именно Megalighting Distribution yoki Megalighting Premiumga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Biz har doim hamkorlikka ochiqmiz. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Bizning showroomimizda undan tashqari o'zingizga boy aytganimdek, uyingizga kerak bo'ladigan patronlar, masalan, har xil bir xillar bor, o'zini lampochkasi yoqadi o'ziga, lekin patroni kichkina bo'lib qoladi. Sizda misol uchun mana standartniy patronni bo'tga katta patronni qo'yib qo'yib, shunaqa o'zgartirish imkoniyatiga ham egasiz. 15 ming so'm, 15 ming so'm, 10 ming so'm, mana mana 5 ming so'mdan sotiladi. Bu narujniy patron. Bir xillar oynani chetiga bundoq qilib moda bo'lgan-ku, hozir trendda-yu ayol kishilar uchun. Именно mana shu narsa ham bizning showroomimizda bor, kelib ko'rsangiz bo'ladi. Undan tashqari bizda Xo'roz firmasiga tegishli fotorelaylarimiz bor. Bu ertalab o'zi lampochkani o'chiradi, kechqurun o'zi avtomatik yoqadi. O'zingizga kerak bo'ladigan texnik mahsulotlar ham hamma narsa shu do'konimizda bor. Sensorlarimiz bor. Bunaqa sensor juda noyob, chunki bu straymoy mebellarga ham qo'ysangiz bo'ladi yoki devorga qo'yib qo'yasiz. Zina galagalari bo'ladigan bo'lsa, uyingizda bemalol shuni orqali boshqarsangiz ham bo'ladi. Bizda undan tashqari включательlarning har xil turida bor. Mana bu juda moda bo'lgan bluetoothli. Bir xillar esdan chiqarib ketadi-yu, masalan, bira qo'ymoqchi, lekin включатель qo'ymagan. Anaqasi bor, bitani chiqarib ketgan. Именно shu uchun zo'r yechim. Masalan, buni bemalol ko'tarib yuraverasiz, xohlagan joyingizga xohlasangiz devorga yopishtirib qo'yasiz. 3 ta rejimi bor. Agar ikkita biringiz bo'lsa, ikki xil bemalol o'chirib yoqaverasiz, ishlatasiz. Buni juda ko'p proyektlarda ishlatdik, ayniqsa Gunaydinda. Gunaydinda ham xuddi shunaqa muammo bo'lgan edi. Tok tashab ketishgan, lekin включатель qo'yishmagan. Men ularga shuni yechim qilib, ularga tavsiya berdim, ularga yoqdi, haligacha ishlatadi. Zo'r narsa. Buni nafaqat lyustratorlarga ishlatsangiz bo'ladi. Buni 1000 wattgacha bo'lgan любой mahsulotga ishlatsangiz bo'ladi. Adashmasam yaqinda ko'rdim, kimdir eshigiga ham qo'yib qo'yibdi. Mana orqali boshqaroqda eshikni ochib yopibdi. Qulay narsa, arzimagan narsa, $15 $12 turadi. Narxini yana o'tkazib qolsa bo'ladi. Undan tashqari bizda infrakrasniy sensorimiz bor. Bu nima qulay? Bilsanglar bir xillar sensorlar ko'rinib yotadi-yu, devorga qo'yib qo'yadi, xunuk bo'lib do'ppay yotadi, to'g'rimi? Bu devorni ichiga qo'yib qo'yasiz, nastroyka qilib qo'yasiz. Siz ketayotganingizda yoki hayvonlarmi nima o'tsa ham ishlaydi. O'zi avtomatik yoqib beradi. Shunaqa mahsulotlarimiz ham bor. Undan tashqari bizda bu yerda rozet включательlarimiz bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Vesta modelllarimiz, Vico bor, Panasonic bor, Lezard modellarimizdan bor. Bular hammasi наличиеda bor. Bemalol Donaga ham, Optimga ham yetkazib beramiz. Hammada servis, ya'ni dastavka tekin bo'lib ketdi. Yana eslatib qo'yish meni vazifam. O'zbekiston bo'yicha emas, faqat Toshkent bo'yicha dastavkamiz bepul. Agar siz viloyatdan zakaz qiladigan bo'lsangiz, sizni pitagingizgacha bizlarning bolalar yetkazib beradi. Upakovka qilib, akkuratniy qilib yetkazib beramiz. Sal oldinroq aytdim-ku sizlarga, bizda birani 400 yoki 500 xil varianti bor deb ko'rsanglar bo'ladi. Har xil
Undan tashqari, buni gertsi noto'g'ri bo'lgandan keyin sizni sog'lig'ingizga ta'sir qiladi bu narsalar ham. Bu sizga sezilmaydi, lekin yillar davomida bilinadi. Endi qanaqa qilib boy videoda ko'rganingizdek pirillaydi-yu, siz kitob o'qib o'tiribsiz. Mana shu narsa ham sizni ko'zni zreningizga ta'sir qiladi. Bu bitta katta omillardan bittasi. Buni ko'pchilik bilmaydi. Hamma arzon bo'lsin deb arzon narsaga yopishadi, lekin mana shu narsalarni tushunishmaydi. Hurmatli elektrik akalar, sizlar ham o'zingizlarning mijozingizga shu narsani tushuntiringlar. 12 volt, 24 volt qo'yinglar deb. To'g'ri, 220 dek lenta oson, shuni aktiv sepasiz, yopishtirib ketaverasiz. Bunda ish qiyin, lekin sizning ertaga mijozingiz nima deydi bilasizmi? Yillar davomida singlidi, keyin aytadi, ha, shu elektrik zo'r ekan deydi. Agar siz bir kunlik mijozdan pulni oladigan bo'lsangiz, shu narsa. Biza tafakkurimizdan to'g'rilaganimizdan keyin bir kunlik mijozlardan voz kechganmiz. Siz ham xuddi shunaqa qiling. Bir kunlik mijozlardan voz keching. Bir kunlik mijozlar hech qachon foyda olib kelmaydi. Sizga u mijoz qayta kelgandan keyin ana o'shanda foyda bo'lishi mumkin, okay. Shuning uchun siz ham har doim mijozingizga to'g'ri maslahat bering. Bizda 12 voltli yoki 24 voltli lentalarimizning har xil turida bor. IP20, IP40, IP65 mahsulotlarimiz bor. IP deganingizda nimani tushunasiz? Germetichniy deyiladi. Masalan, IP20 oddiy xonalarga qo'ysa bo'ladi. IP40 suv tegagan joylarga qo'ysa bo'ladi. IP65 mahsulotimizni saunaga yoki turetskiy hammomlarga qo'ysangiz bo'ladi yoki ko'chaga qo'ysangiz bo'ladi-da, ular kuyib qolish ehtimoli juda kam bor. Bularning o'zini spetsial blok pitaniyasi ham bor. Именно IP, ya'ni germetichniy blok pitaniyalari ham bor. Ko'p joyda yo'q u mahsulot. Именно bizda spetsial qilib olib kelingan. Chunki biza aytganimdek, sifatga qaraymiz. Sifatga qaramasa bo'lmayapti. Shu odamlar tushunyapti, yildan-yilga sifatli mahsulotni ajrata olyapti. Siz ham sifatli mahsulotni har doim ajrating. Bu kanalni nimaga ochganmiz? Foydali bo'lish uchun. Arzon mahsulot qanaqa qilib ajratasiz, qimmat mahsulotni qanaqa qilib ajratasiz, arzon mahsulot qaysi vaqtda olsangiz bo'ladi, qimmat mahsulotni qachon olishingiz kerak to'g'risida bo'lib sizlarga tushuntirish berib o'tib ketamiz. Именно mana shu hozir obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying YouTube kanalimda. Yaxshi eksklyuzivniy mahsulotlarni ko'rasiz, o'zingiz uchun foydali informatsiya olasiz. Obuna bo'lib qo'ying. Bizda magnitli sistemani bir nechta turi bor. Trendga chiqdi. Arqonli variant bor. Xohlasangiz narujniy 1 santimetrli varianti ham bor. Внутренний varianti bor. Har xil ranglari bor. 3000 kelvin, 4000 kelvin, 6500 kelvin, ya'ni sizlarning tilda sariq yonadigan, oq yonadigan, limon yonadigan rangli mahsulotlarimizning hammasi bor. Oq rang ko'rinishda, tilla rang deysizmi? Olasiz, mana узкий направляющийлari bor. Именно точечный qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bular hozirgi yildagi trendli mahsulotlar hammasi. Agar sizning showroomingiz bo'ladigan bo'lsa, bu mahsulotlar sizga qimmatli qiladigan bo'lsa, arzonroq variantlari bor, направляющий. Bu mahsulotlarimizning metri, relisini kilolardan boshlanadi, sifatga qarab ko'tarilib ketaveradi. Xohlagan kolичествоingizda, xohlagan mahsulotingizni yetkazib beramiz. Mega Latin Distribution'da. Okey, siz obuna bo'lmayapsiz, shuni obuna bo'lib qo'ying. Pastki do'konimizda nima borligini ko'rsatib beramiz. Bizning showroomimizning podol qismida reklamli bukvalarimiz, monitorlarimiz, touch panellarimiz, har xil turli zamonaviy texnologiya asosida ishlangan monitorlarimiz bor. Xohlasangiz yerga qo'ysangiz bo'ladi, patologingizga ham qo'yib beramiz. O'z nastrengizga qarab ideya qilsangiz, biz shuni realizatsiya qilib beramiz. Keyingi sonlarda batafsil aytib beramiz. Mahsulotlar haqida o'zingizlarni qiziqtiradigan savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Biz keyingi sonlarda shularga javob berib ketamiz, xudo xolasa. Mega Lighting Premiumga obuna bo'linglar va bizlarni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.